Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun video rolik ostidagi podpisatsiya belgilarini bosib kuzatib borishingizni iltimos qilib qolamiz. Janozadan to'g'ri sahnaga yaqinlarini yo'qotgan bo'lsa-da muxlislari uchun sahnaga chiqqan o'zbek san'atkorlari haqida bugungi video rolik tayyorladik. San'at fidoyilarni talab qiladi degan gapni ko'p eshitganmiz. Bir necha ijodkorlar shaxsiy hayotidagi eng yaqin vaziyatda ham muxlislari uchun o'zini qo'lga olib, yig'lab turib kulishga duch kelgan. Otam yolg'iz qizidan ayrilgan kun ham rol ijro etgan. O'zbekiston qahramoni Zokir Muhammadjonov nafaqat samarali ijodkor, balki shaxsiy hayoti bilan ham ko'plab san'atkorlarga o'rnak bo'lgan. Ammo hech narsa osonlikcha erishmasligidan aktyor ham qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Urushdan keyingi qiyinchilik yillarida u mashhura ismli qiz bilan oila quradi. Ammo to'ydan keyin bir muddat ular sinaladi va farzandli bo'lisha olmaydi. Sabrning mukofoti o'laroq ketma-ket farzandli bo'lishadi. Oilada 5 o'g'il va 1 qiz farzand dunyoga keladi. Afsuski, kunlarning birida farzandlaridan biri qizi Feruza fojiali vafot etadi. Feruza menga opa bo'lgan, juda kichkina bo'lganim uchun bu voqeani elas eslayman. Ammo buvim rahmatli bu haqida juda ko'p gapiradi. Feruza opam 7 yosh bo'lgan payti olov ichida qolib fojiali vafot etgan ekan. Onam dod deb yig'lagan, otam esa indamay yer chizib qolgan ekan. Hech kimdan davom yo'q degan ekan. O'sha kuni teatrda spektakl namoyish etilishi kerak bo'lgan. Spektaklni qoldirsak tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Musibatimga ularni sherik qilmayman deb rol ijro etish uchun ketgan ekan. Otam haqiqatdan san'at fidoyisi edi, deydi marhum aktyorning o'g'li Omonullo Muhammadjonov. Otam o'lgan kun rol o'ynaganman. Aktrisa Bahora Arslonova otasidan ayrilgan kun film syomkasida bo'lgani haqida gapirdi. Isnot filmida suratga tushayotgan paytim edi. Rejissyor Rixsivoy Muhammadjonov biroz dam olishga ruxsat berdi. Shu payt telefonim jiringladi. Akamning raqamini ko'rib quvonib, go'shakni ko'tardim. Dadam hajda vafot etibdi, hozir xabar berishdi dedi. Muzlab qoldim. Nima deyishni bilmay qoldim. Shu orada tanaffus payti tugab, suratga olish payti boshlandi. Yig'laydigan sahna olish kerak edi. Men so'zsiz yig'laganman. Atrofda rosa yig'laganman va xuddi shu kadrlar filmda ham joy olgan. O'zim kutmagan holda rolimni ijro etganman va o'zimga kelganimdan so'ng otam vafot etgani haqida ijodiy guruhga aytganman. Siz haqiqatdan ham yig'laganmidingiz? Biz rol ijro etyapsiz deb o'ylabmiz, deyishgandi, deydi aktrisa Bahora Arslonova. Sahnada kulib keyin yig'laganman. Hosila Rahimovaning otasi Ibrohim Hoji 2006-yilning 10-mart sanasida vafot etgan. Xonanda oradan hech qancha vaqt o'tmay Xalqlar do'stligida San'at saroyida yangi konsert dasturini namoyish etgan. Otamning o'limini oilamiz uchun og'ir zarba bo'ldi desak ham bo'laveradi. Ko'nglimga hech nima sig'maydigan ahvolda bo'lsam ham bayram dasturida ishtirok etishga majbur bo'lganman. Eng yomoni yakkaxon konsert dasturimga ham hech qancha vaqt qolmagan edi. Buni ortga surmasmikan deb o'yladim, ammo atrofimdagi insonlar ko'nishmadi. Ko'nglimga qil sig'maydigan payt konsertda qo'shiq aytib kuylaganman. Ota haqidagi qo'shiqni aytganimda butun zal yig'lagan. Konsertdan bir kun oldin otamdan ayrilganman. Otabek Mirzaxolov uchun 2018-yilgi Bravo jamoasining konsert dasturi juda qiyin kechgan. Chunki konsert boshlanishidan bir kun oldin Otabek padari buzukvori vafot etgan. Konsertim kuni otam vafot etgan. Mavluda Zilxo'jayevaning otasi Abdurahmon Hofiz ham qizining yakkaxon konsert dasturi kuni vafot etgan. U kun sahnaga chiqishim juda og'ir kechgan. Eng alam qilgani o'sha yili dasturda ilk marta otamga bag'ishlab qo'shiq aytishni
rejalashtirgandim. Afsuski, konsertning ilk kunida erta tongda jonlari uzildi. Armonim haqida ko'p so'rashadi. Men o'sha yilgi konsertda xalqqa otamning tanishtirib, unga atalgan qo'shiqni aytishni reja qilgandim. Afsuski, bu menga ushalmas armon bo'lib qoldi. Ulg'ayganimda yetim bo'lib qoldim, deydi xonanda. Konsert kuni onamdan ayrildim. 2 yoshida otasidan ayrilgan qiziqchi Shukrullo Isroilov 2015-yilda onasidan ham ayrildi. O'sha kuni u Buxoroda to'yda edi. 2015-yilgi 27-mart kuni onam rahmatli 80 yoshini qarshilagandi. Afsuski, 28-mart kuni peshinda onamga janoza namozi o'qildi. Yig'lab turib odamlarni kuldirish qiyin. Dilshodbek Musaboyev 2012-yil otasi vafot etgan kunning ertasiga konsert dasturida ishtirok etishga to'g'ri kelgan. Afsuski, kasb mas'uliyati sabab u dardini ichiga yutib, xalqni kuldirishga majbur bo'lgan. Dadamni yo'qotish juda og'ir bo'lgan. Ertasi kuni konsert bo'lishi kerak edi, ammo ko'nglimga qil ham sig'maydigan holatda edim. Jamoadagi yigitlar kelib, istasangiz konsertni qoldiramiz, hech qanday muammo bo'lmaydi, xavotir olmang deyishdi. Chunki ularning ham ahvoli shu qadar yaxshi emasdi. Biz avvaldan oilaviy do'st bo'lganmiz. Bir-birimizning quvonch va g'amimizga sherik edik. Shunda onam nima bo'lgan taqdirda ham sahnaga chiqish kerakligini va belgilangan konsertni qoldirishga haqqim yo'qligini tushuntirgan. Aziz tomoshabinlar, kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.